Shu mol qanchalik ozishni iloji shuncha ozdirgan ekanda. Hali mol ko'sh qaytarishga ham yaramas ekan. Suti bor deb qo'yapti. Suti bor deb qo'yapti uni egasi. U qoni bormi o'zi buni o'zini? Bor bu nima bu desam mol dedi. Molni sifatidan chiqib ketgan-da. Aka 5 litr suti bor. Buni qoni yo'q dedim. Maramaydi dedim. Marashga aka quvvat o'zi. Bu molingiz dedim oyog'ini devorga tirab shu yarim marta marab oladi. Ya o'tirib. Marashini sut berishini qo'ying. Bu mol yotsa tura oladimi? Yo'q, talpalda ko'tarib qo'yish kerak. Bittasi oldi uni shu 1300 so'mgami? Uyga olib borgan ekan, darvoza onasidan tomda yashab ko'rinib turgan ekan-da. Shotidan chiqib ketayotganmish haligi mol. Ya debdi, uyga olib kirib. Keyin hali ikmahal terit qilib boshqa qilib boqqanda, hali mol odamni ko'ziga qaray olmasdi, uyalgan. Men shu yemishlarga yarasha xizmat qilyapmanmikin? Haligi mol-da. Hali odam har kuni og'riga borsa, qulog'iga bo'laveramishda. Nimaga bunaqa qilaveramiz? Uyalayotgan ekan.